Bugun toza ichimlik suvi inson salomatligi va farovonligining asosiy omillaridan biridir. Shu bois viloyatda ichimlik suvini yetkazib berish imkoniyatlarini kengaytirish, aholini sifatli suv bilan ta'minlash va oqova tizimlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Galdagi lavhamizda Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan bajarilgan ishlar xususida so'z boradi. Toshkent viloyatida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, joylarda oqova suv xizmatlarini yaxshilash borasida olib borilayotgan ishlarni yanada jadallashtirish choralari davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozir mahallalarning 749 tasi to'liq va 217 tasi qisman markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Shu bilan birga 59 ta mahalla fuqarolar yig'inlari markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan. Bu bo'yicha zaruriy choralar ko'rilmoqda. Bundan tashqari Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan iste'molchilarning debitor qarzdorliklarini qisqartirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ta'kidlash lozim, o'tgan davrda Osiyo taraqqiyot banki ishtirokidagi Toshkent viloyati ichimlik suvi va oqova suvi tizimlarini rekonstruksiya qilish va qurish loyihasi bo'yicha amalga oshirilgan bunyodkorlik obyektlarini barpo etish natijasida ko'plab oilalar toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Tegishli topshiriq bo'yicha tuman shaharlardagi mavjud suv inshootlari modernizatsiya qilinmoqda. Misol uchun, Yuqori Chirchiq tumanidagi Olmazor suv inshooti zamonaviylashtirildi. Bu obyekt 2010-yilda qurilgan bo'lib, 350 ta xonadonni ichimlik suvi bilan ta'minlaydi. Shuningdek, tashkilotning Piskent tumani filiali tomonidan Toshkent dengizi 1 suv inshooti 2018-yildan buyon hududdagi 3200 nafar aholini ichimlik suvi bilan ta'minlamoqda. Bu yerga ham Hindistonda ishlab chiqarilgan nasos agregati o'rnatilgan. Bugungi kunda hududlardagi ichimlik va oqova suv tarkibini tahlil qiluvchi laboratoriyalar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda, joriy yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan istiqbolli rejalar belgilab olingan. Xususan, hududlar uchun 150 ta har xil turdagi energiya tejamkor nasos agregatlari xarid qilinishi maqsad qilingan.